Bir kuni bola maktabdan uyga keladi va onasiga buklangan qog'ozni uzatib aytadi. "Oyi, o'qituvchi buni sizga berdi. Faqat siz o'zingiz o'qishingiz kerak" deb aytadi. Ona xatni ochadi va jimgina o'qiydi va ko'zlariga yosh to'ladi. Bola, "Oyi, nega yig'layapsiz? Nima yozilgan?" deb so'raydi. Ona yosh orasida jilmayib javob beradi. "O'qituvching sen dahosan deb yozibdi. Bu maktab sen uchun juda kichik. Senga yordam bera oladigan aqlli o'qituvchilar yo'q. Shuning uchun bundan keyin seni o'zim o'qitaman." O'sha kundan boshlab bola qunt bilan o'qiydi. Onasi uning ustozi bo'ladi. Yillar o'tadi, onasi vafot etadi. 20 yil o'tgach bu bola buyuk insonga aylanadi. Bir kuni eski oilaviy buyumlarini saralab o'tirib, stol tortmasining burchagida buklangan qog'ozni topadi. Bu o'sha xat edi. U uni ochadi. Aslida unda shunday yozilgan ekan: "O'g'lingiz rivojlanishda orqada qolmoqda. U sekin tushunadi, aniq fikrlay olmaydi. Uni maktabga olib kelmang." U soatlab yig'ladi, keyin kundaligiga shunday yozdi: "Thomas Alva Edison bir paytlar orqada qolgan bola edi, lekin qahramon onasi tufayli o'z asrining dahosiga aylandi. Chunki ba'zan insonga faqat unga ishonadigan bitta inson kerak." Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.